Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi high-tech fasondagi darvozamiz Oltiariq tumaniga gapga o'rnatib berdik. Burbon bog'liq degan qishlog'iga gapga o'rnatdik. Bu darvozamizda razmerlarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, eniga 3,5 metr, balandligi 375 ga bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Listlarimiz 1.8 lik, 2 qavatlik. Profillarimiz chekki bozlari 8 ga 4 profil, ichki bozlari 6 ga 4 profil bo'ldi. Stoykalarimiz 10 ga 5 shivillari bo'ldi. Mana bunaqa joylariga nerjimga yopishtirib berdik. Ko'rishingiz mumkin, juda ideal holatda bo'ldi. Taglari ham kruglavoy shivillar bo'ldi. Zamoklarimiz har doimgidek bir zamokda sotilib yopilishlariga garantiya berilaveradi. Xudo xolasa. Orqa tomonlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Mana yopilishlari ham juda ideal holatda. Mana orqalari ham tekis bo'ladi. Tepasini ochiq qilib bergandek, ochiq qilib berdi. Kimgaki yopib berdiysa, yopib berilaveradi. O'zlariga havola. Mana bunaqa joylarimiz sentr zamokdan bo'ladi. Juda yengil holatda bo'ladi. Bir qo'l bilan bemalol yopishimiz mumkin. Mana. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.